13 dekabr tushdan keyin soat 4 da Sharq Turkiston sürgün hökuməti Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zolik saylanishiga kuchlik noroziligini bildirib, Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi erkinlik, kishilik huquq va demokratiya badiliga o'zining siyosiy jo'grafiyalik g'arazini amalga oshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga o'xshash xalqaro organlarni o'z ilkiga kirgizish va ta'sirga uchirtish o'rnatganligi hammaga ayon. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasiga asosan dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning kishilik huquqini ilgari surish va qo'g'dash uchun qurilgan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda mustamlikachilik, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatni rahimsizlash yurgizayotgan bo'lishiga qaramay, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashida o'rin berilganligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining inovatini yo'qqa chiqaradi. Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga a'zo bo'lib saylanishi boshqa mustabid va pastkash hokimiyatlarni jasoratlantirib, dunyoning har qaysi joylaridagi kishilarning aqalli kishilik huquqiga davomli daxli taruz yetkazadi. Dunyo shuni e'tirof qilish kerakki, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga, bo'libmi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bexatarlik kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga qo'shilishi uning chiriklik, mustabidlik g'arazlarini keng tarqatishiga yo'l qo'ydi hamda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining qurilish maqsadini amalga oshirishiga to'sqinlik qildi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 2-chi dunyo urushida natsist Germaniya mag'lub bo'lgandan keyin xalqaro tinchlik va bexatarlikka kafolatlik qilish, davlatlar o'rtasidagi do'stona munosabatni taraqqiy qildirish, ijtimoiy taraqqiyotni ilgari surish, turmush saviyasi va kishilik huquqini yaxshilash uchun qurilgan. Xitoyning Sharq Turkistonni qilayotganlarining irqiy qirg'inchilik ekanligida shak yo'q. Millionlagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa turk xalqlarini jazo lagerlariga solib, qiz ayollar majburiy tug'mas qilinyapti. 21-asrda qul qilinib ishlatilyapti. Xitoy Kompartiyasi Sharq Turkiston xalqining madaniyat, til va mavjudligini sistemlik shaklda yo'qotyapti. Bu natsistlar Germaniyadagi millionlagan yahudiylar va boshqalarning cho'ng qirg'inchiligidan eg'ir deb bayon qildi. Sürgün hukumat bosh ministri Solih Xudoyor Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga tayinlanishiga baho berib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining a'zoligiga saylanishi xuddi bandit qo'ral tutqizgan bilan o'xshash. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi Xitoyga bilet tashlash orqali ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi rahimsizlarcha mustamlikachilik va irqiy qirg'inchilik harakatini davomlashtirish uchun Xitoyning xo'rikini o'stirdi xolos. Xitoy Kompartiyasi qatorliq razil artistlarning xalqaro tashkilot va organlar qatnashiga ruxsat qilinsa, dunyo xalqaro tinchlik va bexatarlikni qo'g'dayolmaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Umumiy Majlisi cho'qim Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasida ching turib, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, bexatarlik kengashi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashi a'zoligini bekor qilish kerak. Bunday qilmaslik Birlashgan Davlatlar Tashkilotining inovatini to'valtadi va ajizlashtirdi. Agar Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va uning a'zo davlatlar kishilik huquq, xalqaro tinchlik va bexatarlikka haqiqiy ko'ngil bo'ladigan bo'lsa, ular Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilishi hamda harakat qo'llanib, Xitoy va Kompartiyasining natsistlarcha qilmishlarini to'xtatish kerak dedi.